Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Yaponiya Xitoyning harbiy kengaymichiligidan qattiq andisha qilayotganligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takeshi Iwaya 25 dekabr Beyjingda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan bo'lib, bu jarayonda Xitoyning harbiy kuchining kengayishidan qattiq andisha qilayotganligini o'tirg'a qo'ygan. Bu Takeshi Iwayaning bu yilning 5-ida Yaponiya tashqi ishlar vaziri bo'lgandan buyon tunji qatim Xitoyga qilgan ziyorati bo'lib hisoblandi ekan. Yaponiya tashqi ishlar vaziratining bildirishicha, Iwaya Wang Yiga Yaponiyaning Tayvan vaziyati va yaqinqi harbiy ishlar taraqqiyotiga yaqindan diqqat qilayotganligini aytgan. Fransiya agentligining xabarida bildirilishicha, Wang Yi Iwayani qasddan Beyjingdagi Diaoyu oroli davlatlik mehmonxonasida kutib olgan. Ko'rish jarayonida Iwaya yana Senkaku orolini o'z ichiga olgan Sharqiy dengiz vaziyatini muzokara qilgan. Shundaqla Xitoyning harbiy faoliyatlarining ko'payishining Yaponiyada ig'ir andisha paydo qilganligini bildirgan. Buningdan boshqa Takeshi Iwaya yana Xitoy tarafidan turmaga tashlangan Yaponiya fuqarolarini tezdan qo'yib berishni talab qilgan. U ogohlantirib, josuslikqa qarshi qonunning aniq bo'lmasligi Yapon xalqini Xitoyga sayohatga chiqishdan ilgari qayta o'ylanishga majbur qilmoqda degan. Dahua shirkati Sharq Turkistondan chekinib chiqdi. Xitoyning Haykang shirkatidan keyin Dahua shirkati mo Sharq Turkistondagi aloqador o'rinlar bilan tuzgan 5 tijorat turidan chekinib chiqqanligini e'lon qildi. Reuters agentligining 23 dekabr xabar qilishicha, Dahua shirkati Shenzhen aksiya bozoriga yo'llagan hujjatida bir qism turlar 2016-yildan 2017-yilgacha bo'lgan oralikda imzolangan bo'lib, ularning bir qismi o'z vaqtida to'xtatilgan. Yana ba'zi turlar yanada davom qilmoqda deyilgan. Dahua cheklik shirkatining aytishicha, shirkat bu turlarning tijoratini to'xtatmoqchi bo'lgan bo'lib, buningga aloqador mulkni bartaraf qilish va qarzni hal qilish davomlashmoqda ekan. Ammo shirkat Sharq Turkistondan chekinish sababini aytmagan. Dahua shirkatining yuqorqi bayonoti Xitoyning yana bir ko'zitish kamera ishlab chiqaruvchi shirkati Haykangning mushu oyning 5-ida Sharq Turkistondagi aloqador Xitoy doiralari bilan tuzgan 5 turdan chekinib chiqqanligini aytgandan keyin o'tirg'a qo'yilgan. Haykang shirkati mo ayni vaqtda chekinishning sababini tushundirmagan. Amerika hukumati 2019-yili Dahua va boshqa 7 texnik shirkatini Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va yuqori texnikalik nazorat qilmishiga chetishlik bo'lish bilan ayblab qora tizimlikka kirgizgan edi. Dahua shirkati o'z vaqtida Amerikaning qarorining hech qanday paket asosi yo'qligini da'vo qilgan edi. Angliya Töven palatasi mo 2023-yil sentabr oyida Dahua va Haykang shirkatini Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga yordamlashish bilan ayblab bir qonun loyihasi ma'qullagan edi. Qonun loyihasida Angliyaning hukumat organlari va harbiy bazalariga mazkur Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan kameralarni o'rnatishni cheklash talab qilingan edi. Tadqiqot organlari yana Dahua shirkati ishlab chiqargan kameralarning irq va teri rangini farqlantirish iqtidoriga ega ekanligini, Uyg'ur va Tibetlarning chiroyini farqlantirish iqtidori borligini isbotlab chiqqan edi. Dahua shirkati mo buni e'tirof qilgan edi. Xitoy rejimi hali ham nurg'unlagan kuchlik paketlar oldida irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilib kelmoqda. Shuning bilan birga Xitoy yana Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetilgan shirkatlarni ta'minlash zanjiridan chiqarib o'tgan xalqaro shirkatlarni tanqid qilib besim ishiltib kelmoqda. Isroiliya armiyasi isroiliyalik asirlarni o'zlari o'ldirganligini e'tirof qildi. Isroiliya armiyasi 6 nafar isroiliyalik asirning o'ldirilishi voqeasidagi mas'uliyatini o'z ustiga oldi. Isroiliya armiyasi G'azzoning Rafah shahriga 15 avgustda qilgan hujumlarida Tal as-Sulton mahallasida 6 nafar isroiliyalik asir o'lgan voqea haqidagi tekshirish natijalariga doir bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda rayonda harbiy harakat ijro qilgan Isroiliya askarlarining ehtiyotchan harakat qilgan bo'lsa-mu, asirlarning o'limiga bevosita sababchi bo'lganligi e'tirof qilindi. Isroiliyalik oilalar bo'lsa tekshirish natijalariga norozilik bildirdi. Isroiliyalik asirlarning va yo'qolganlarning oilalari munbiri tarafidan e'lon qilingan bayonotda tekshirish natijalarining kishini cho'chitadigan va yurakni puchlaydigan darajada ekanligi bildirildi.
Tekshirishda asirlarning o'limiga harbiy besimning sabab bo'lganligining yana bir qatim isbotlanganligi ta'kidlandi. İsrailiya armiyasi bu yil sentabrda Rafahdagi bir tonelda 6 nafar İsrailiyalik asirning jasadini topganligini jakarlagan edi. Falastin qarshilik ko'rsatish harakati Hamas asirlarning Isroiliya armiyasi tarafidan o'ldirilganligini e'lon qilgan edi. Qozog'istonda tushib ketgan aeroplandagi 32 kishi qutqizib olingan. Qozog'istonning Aqtau shahri atrofida tushib ketgan Ozarbayjon Aviasiya shirkatiga tava yo'lovchilar aeroplandagi 32 kishining qutqizib olinganligi bildirildi. Türkiye Ovozi Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Baku Haydar Aliyev xalqaro aerodromida Qozog'istonning Aqtau shahri atrofida tushib ketgan aeroplan voqeasi to'g'risida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan. Yig'inda Baku Grozniy havo bo'shlig'ida ketayotgan yo'lovchilar aeroplanining qush to'pig'i so'qilib ketganligi, aeroplanning tushib ketishdan burun tuman sababidan Rossiyaning Dag'iston rayonidagi Maxach qal'a shahriga buralganligi qayd qilingan. Bildirilishicha, aeroplanda 5 xodim va 62 yo'lovchini o'z ichiga olgan jami 67 kishi bo'lib, yo'lovchilarning 37si Ozarbayjon, 16si Rossiya, 6si Qozog'iston, 3i Qirg'iziston fuqarosi ekan. Ozarbayjon bosh taftish mahkamasi dastlabki tekshirishlarga asosan vaqada 32 kishining qutqizib olinganligi va davolanayotganligini aytgan. Aeroplan voqeasi sababli 26 dekabr Ozarbayjonda bir kunlik davlatlik motam e'lon qilingan. Rossiyaning paraxoti Oq dengizda hujumga uchradi. Rossiyaning Oq dengizda cho'kib ketgan yuk paraxotining terrorlik hujumiga uchraganligi bildirildi. TASS axborot agentligining xabarida bildirilishicha, Oq dengizda cho'kib ketgan Rossiya shirkatiga tava Ursa Mayor nomli yuk paraxotining hujumga uchraganligi buning terrorlik voqeasi ekanligi bildirilgan. Bu haqdagi bayonotda ta'kidlanishicha, 23 dekabr Moskva vaqti soat 13:50 atrofida mazkur paraxotda orqama-orqa 3 qatim portlash yuz bergan. Orqadan paraxot cho'kib ketgan. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi jiddiy ahvollarga taqobil turish qo'mondonlik markazining 24 dekabr e'lon qilgan bayonotida bildirilishicha, oldi bilan Ursa Mayor nomli yuk paraxotining kompyuter bo'limida portlash yuz bergan. Orqadan paraxot o'rilib cho'kib ketgan. Vaqadan keyin paraxotdagi 16 xodimdan 14i qutqizib olingan, ikkisi yo'qolib ketgan. Trumpning o'g'li ham baharlagan rasm qattiq norozilik qo'zg'adi. Amerikaning 47 navbatlik prezidentligiga saylangan Donald Trumpning o'g'li Erik Trump ijtimoiy taratquv hisobida dadasining Amazon savdo to'rida Kanada Panama kanali va Greenlandni setib olganligini ko'rsatadigan mazmunda bir rasm ham baharlagandan keyin kuchli norozilik qo'zg'adi. Trumpning o'g'li Erik Trump X hisobida ham baharlagan rasmiy qaytib keldik deb izohat berib o'zgartirilgan rasmda Donald Trumpning Amazon to'rida savdo qilib o'tib, mal sevitiga Kanada Panama kanali va Greenlandni qo'yganligi tasvirlangan. Erik Trump ham baharlagan bu rasm ijtimoiy taratqularda bir turkum kishilarning qattiq noroziligiga uchragan. Qaytadan saylangan prezident Trump yaqinqi kunlarda bu joylarni Amerikaga qo'shib olish fikri haqida pat-pat ig'iz ochgan edi. Trump musha haftada yana Greenlandning Amerikaning kontrolligida bo'lishi kerakligi haqida bayonot e'lon qilgan edi va Panama kanali yaxshi boshqarilmasa Amerikaga qaytirib berilishini talab qiladiganligini aytgan edi. Trump yana Kanada bosh ministri Justin Trudeau'ni Buyuk Kanada shtatining valisi deb chaqirib masxara qilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.